Hürmetlik qeyrindaşlar, Cesaret Munbir'e hoş geldinglar. Bugün qeyrindişimiz Abdurrahimcan bilan bo'lgan suhbatimizning 3. bölümünü ko'pchilikka taqdim qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatlik Abdurrahimcan. Salomat yaxshi turgansiz? Aleyküm assalam. Allohga shukr. O'tgan ishki qatimda Rabia xonimga qo'ygan savollarning izohatini, ikkinchi dastlabki ishki savolining izohatini so'zlab o'tdik. Mening bilishimda Facebookda e'lon qilganing shu dastlabki ishki savolining izohati deyman. 3-chi savolning izohati yozmacha e'lon qilinmadi deyman. Aslında şu sualın ki üçüncüsünün izahatını yazıman da başta üç sualını bir yığıncaqlıgan tariqada koydum keyin Rabia Qadir xonimning ki inkası qatta yani inkası bo'lib qolsa bir inkasını bildirmedi bu iş mandaq demeyen ekan birinchisiz bo'lib qoldi o başta e'lon qilgan. Şuna izahat beraydi. Bandayken birinci sualın izahatı, ikinci sualın izahatı da kısaca bir izahat bergen. Üçüncü sualın ki izahatını oturgu xuyayda üzemmi ondan fazla kümolsuz çıkıp kaldım. Demişler yani bu ya üzemdeki bir şahsi bir işin olmasa ya Rabia Qadir xonimning o'zining shaxsiy bir ishi bo'lmasa, buni endi kirishib qilib, xuddi o Gollandiyadagi Abdurrahim G'ani Aysa Akbandidan mirasqan qarqutini topshu deb o'tirib chiqqansa, xuddi o'sha shaxsiy ishiga o'xshab qoldi-da. Bütün dunyodagi odamlar tomosha ko'rib, nurg'unlar qilib uningga qo'polga qilib, sening nima chatdan qarquti bormi, yo'qmi? Olsam, qopsam, erkin otibkinning inovatini qarquti deb turib degansa deb ashundaq dakisini berib inkas qilganga o'xshash. Men o'zim turib bu Rabia Qadir xonimga bir esini bilib buni javob bersin deyalsam buningga bekim qiziqmasa, xalqlar buning bilan parvoz elak bo'lsa, bu meniki shaxsiy o'zimni ziyonkashlikka uchirgan bir hodisa olmay bu millatniki taqdiriga emas, millatning hozirgi mavjud ahvoliga zich munosabatli bir masala bo'lsa, bu siyosiy masalaga hech kim qiziqmasa, qiziqqan odamning tayini bo'lmasa, mushuni endi nima qilaman degandek bir voz kechish kimshirib qoldi hamda shuning bilan tozi qizg'in ketib etib tayyorlik qildim. 3-chi savolninki izohatiga o'zim asosli kallamda pishirib bir masalani muloyiza qilib tayyorlik qilib ondan keyin biroq yezib o'tirib qo'ydigan bir xarakterim var meniki. Burungi zamonamda Lushinning adabiyotga o'xshash yezib olib bunda qilgan bir ishlar bor. Keyingi vaqtda qarsak, o'yilga bir qilib fikr oldigan ishga Xitoyningki abjaq ilmon xarakteri kelib qolgan ishga. Shunga erkin dunyoda erkin tafakkur qilib erkin qalam tartish kelganda o kim nim deb qolarki munda qilsam hukumat xavf bo'ladimi, munda qilsam jazolanib ketamanmi, munda qilsam palonninki obro'yi tegib ketami deydigan bunda bir to'sqinlar, ehtiyotlar bo'lmagandan keyin tasavvur qilib ishqilab ishlab qoladi. Ani biroqlam o'tirib o'qib munda odatlanib ketgan. Endi shu 3-chi savolning izohatini o'ylab pishirib bo'lib, o'zim voz kechib qoldim. Buni qarasak, o'zlikchilar Rabia Qadir xonimga ozor bergandek bo'ldi ekan bu ish. Shu banada Rabia Qadir xonimga til haqorat yog'dirganlar chiqdi ekan. Buni endi o'zimiz shunda jon tikib qo'llagan bir rahbarning o'zini qo'llashga tegishlik bo'lgan bir rahbarning o'zini mushundaq hal bo'lmaydigan bir masalalarga bog'lab turib, mushundaq mushtaq axloqsiz, adabsiz, mushundaq bir rasvo kishilarning oldiga tashlab bergandek bo'ldi ekanmi, deydigan har xil bir voz kechish o'zimcha shundaq bir tuyg'u paydo bo'ldi. Shuning bilan bo'ldi qilay. Deb chunki buningga Rabia Qadir xonim javob bersin, nima bo'ldi bu millatning holi? Javob bermasin, nima bo'ldi? Bu millat
Hem şundaq bir milletkenmiz dep şuna bilan vaz keçip qaldım qara. Bu şu arlıqda bana alaq qilib Abdurahimjon bu 3-sinfdagi izohatni yozmadingiz, ajab bir mujmal tashlab qo'ydingiz. Nima ishlar bo'ldi deb so'rganlar bo'ldi. Bu konularning to'lisi biladi. 2010-yillardan burun 2015-yildan burun bizning tashkiliy ishlarimizga qurultayning ishchilik ishlarga yaqin ko'ngil bilib kelayotganlar 3-savolninki izohatlarni yaxshi biladi. Uni men yozmasam, demasam bildi. Ama bilmaydiganlar yamanchiq. $5 bersen deb beramsa? 3-savolninki mazmun nima? Bo'ldi endi. Nega aytgan sen chaqirganda ekan, men chiqib o'tirib buni demayman deb ketsekmi, aplashmasin. Bay sen degandek uni bilmaydiganlarimiz yo'qchu, biladiganlar asosan shu qurultayga yaqin жүргенler hem şuna köngül bölgenler biladi. Ama yaşlarımız var bilmeydiğinde mesela keyingi avlodlar hem şu sualninki üçüncüsü mesela ki tügünü şu. Eğer ma şu üçüncü sualga obyekt oturup çıkıp kalmagan bolsa, aldınki birinci, ikinci sualını men depmi jümayttim. Boldu, onu Rabia Hanım öz vaqtida demeyttim, deyilmeydi. Çünkü endi bu jarayonni bir so'zlab o'tay. Masalan, jarayonni so'zlamasak mo'ylqi muqaddima bo'lib qoldi. Abiyalqi oldingi nima? 3-cü sualninki yig'inchoq qismiga kelsak, bu 2017-yili 3-oydan boshlab şu qurultayning ichida nati ya 2-oyda 2017-2-oyda qurultayning ichida bak ig'ir kriz yuz berdi. Kriz yuz bergandan keyin haliqi biz quranmagan tashkilotlar qurib o'z vaqtida go'shigida bo'g'ilib ketgan shu tashkilotdagi kishilar endi yaxshilashdik. Tashkilotni qayta qurib chiqmagan bo'lsakmi, qaytadan uni harakatni qilmagan bo'lsakmi, ammo yana bir bo'lib yine Rabia Hanım'ın Seyit Tümtürk Efendi'ni qo'llab, bularni bunday tashlab olsak bo'lmaydi ekan deb ko'ngil bilishga boshladik. Ham qurultayninki ichida xeli kamaydi. Qurultayning ichidagi doktor Mamtun A'lodek kishilarmi qayta qurultayga kirdi. 2007-yilga kelgan chaqda yana qaytadan saplanib, bular kengayib, yaxshi, mushu ziyolilar ko'plab qurultayning ichiga kirib, bu istiki masalalarni, krizlarni hal qilish kerak deydigandek bir sirtqi ichilish bo'lib qurultay kengayib kirdi, ammo ig'ir kriz chiqdi. Kengayish bilan birga ichida bir-birlan tillashish hatto. Mushu doktor Mamtun A'loga til haqorat yog'diganlar Seyit Tümtürk Efendim'e til hakaret yağdıgan, Rabia Hanım'la ig'ir alam qilgan boşunda ovozlar sirtqa chiqib ketib qoldi. Biz anlab ketdik, anlab yana andan mushuninga biz endi tashkilotni qurolmadik. Bu tayindan voz kechibmi qutulolmadik. Zodi biz bu ishni o'ngshash kerakka qurultaylar biz o'ngshaylik. Mayli qurultayning ichidagi muhim odamlar Xitoy bog'lab qo'ygan Xitoyniki ishtlari bo'lsin, buni zodi uzib zanjirsini qurultayni zodi qilish kerak bo'lmasini degan nuqtaga keldik. Bog'ildik 2017-yil 3-oydan boshlab yine qurultayga qaytadan ko'ngil bo'ldik. Ko'ngil işte endi ikinci qatimliq Uyghur Sharq Turkiston Oliy Kengashi mo'yligi. Oliy Kengash yig'inining ikinci qatimligini chaqirib, qurultayning ichi va sirtidan umumyuzlik bir vakil qatnashib, qurultayning ishini muzokara qilgan. Qurultayni qanday hal qilamiz? Qurultayning sirtidagi umumiy iqimlarni qaysi yo'sinda yetaklanishi kerak deydigandek loyihalar bilan qurultayni o'ngshaydigan yana bir yo'lga kirdik. Shunda biz ibrat olmaydi ekanmiz, adam bo'lmaydi ekanmiz qaraganda. Endi o'ylab baqsam, endi kiritdimiz shu yo'lga. 3-oydan boshlab qattiq yangi turib kirib, qurultayning ichidagi bir turkum yaqinlarimiz qurultayninki
Ali Kengash yig'iniki kun tartiblarini tayyorladi, qurultayninki nizomnomalariniki qayta loyihalarini tayyorladi. Uni Ali Kengash yig'ini tartiblaydigan guruh muzokara qildik, muzokara qilib, ko'plab muzokaradan o'tkazib, andan keyin shu Gollandiyada 2017-yili 7-oyning 21-kunisi Ali Kengash yig'inining ikkinchi qitimligi ochildi. Shu yig'inda qurultayning o'zini NED'dan to'liq ayirib chiqmaymiz deydigan bu nuqtaga keldik. Bu qurultay NED'dan pul oldi deydigan gap asosli qurultay emas. NED'ninki Uyg'urlar orasida demokratiyani qanot yaydiradigan bir guruhi bor. Bu qurultayning ichidagi qurultayning kotibi bilan boshqa bir tashkilotlar, Uyg'ur inson huquqlari tashkilotlari deganlar shunday tashkilotlar, ammo qurultayga munosabatli qurultayning kotibi maosh oldi NED. NED'ninki yillik bir yig'inlari bor, demokratiya yig'inlari. Shu yig'inga yig'inni banasida qurultayning yig'inlarini ochdi, qurultay bayonotlar e'lon qildi. Aslında qilib bu qurultay bilan NED'ning demokratik vaqti ikkisi yo'g'rilib ketgan. Bunday qarasa, qurultay NED'ninki vaqtiga aylanib qoldi. NED'ninki boshqarish doirasiga bir tashkilotga aylanib qoldi. Boshda unday emasdi. Buni NED'ning qo'ldan söküp chiqish kerak deb NED'ga loyiha deb bir ayol borki, Xitoyda Siyovdi muhdaym bir narsa. O'zi Xitoy Anjingda o'qigan, jamiyatshunoslik kasbida o'qigan, iqtisodda o'qigan, nihoyat ig'ir darajada Xitoyparast bir ayol kelgan. Xitoy bilan bo'lgan ayol. Bu ayolninki qo'liga tushib qolgandiki, rasmiy bo'lmaydigan ish buni olib chiqish kerak deb shu ne qildik, ammo qurultayning ichida ko'pchilik buni asosan bilmaydi. Lekin mashina yig'inni tayyorlayotgan, kun tartibini tayyorlayotgan guruh qurultayning ichidagi nizomnoma va hokazo tayyorlayotgan guruh o'zaro qisman bilishsakmi, ammo qurultayning ichida umumyuzlik bu qatim yig'inda qurultayni NED'dan ayirib chiqadigan, NED demokratik vaqti Uyg'urlarninki ichidagi bir faoliyat qiladigan vaqtini ayirib chiqib, qurultayninki mayli uningga mayli kotib mas'ul bo'lib chiqamdi, shu bo'lib shuningga, shu bo'lib. Ya ko'maydi boshqa bir odam mas'ul bo'lamdi, zot qandalamsin, tashkiliy prinsip jihatda NED'dan to'liq ayirib chiqib, qurultayning o'zini millat o'zi boshqaradigan moday yo'lga akelamaymiz deb buni tayyorlanib qildik. Buni yaxshi bir loyiha qildik. Loyiha bo'lgandan keyin shuni bilan pishqilab ishlandi, kun tartibini tayyorladik. Hammani qildik, iqtisod to'plandi. Sen bilsa bu ishni 100 necha ming dollar pulni chiqim qilib, Gollandiyadan yo'tal elinib, atom biletlari elinib degandek hamma chiqimlar bitdi. Rabiya Qadirxonimdan bir qatim video orqali nima oldik? Bayonot oldik. Zal qat'iy yenib olmaydiganga. Bu ayol yenib oldik biz şu ishonmay turdik. Bizni nurg'un qatim o'z yo'lga ishdiydi, mana aldab kelib. Zat ishonga olmaydi deb undasa ochiq xalqaraga bir bayonot e'lon qilsin dedik. O'zi chiqib so'zladi. Haqiqatan deb so'zlagan so'zi balkim sen bilishsa onu bir video so'zlagan so'zi bor. Shu vaqtda qurultayning ichidagi isonkorlar qatta. Haqiqatan Xitoyning yo'l yo'rini ijro qilolmaysa, qurultayni haqiqatan tashlab bermaymiz, qurultayni biz ochimiz, qurultayni pashlayolmaysa, o'shuni bilib qo'y deb so'zlagan so'zi bor Rabiya xonim. Biz ash so'zni tutib turib, andagina endi bu qatim yena olmaydi-ku, bizni ozgalg'iz qilmaydi-ku deb xotirjam mangduqma. Buna tayyorlab qilsak 2017-yilning 18-kunisi bir daraxtning soyasiga tushib turib, Rabiya xonim qo'plan Ali Kengash yig'ini bekor qilindi. Bu qatim bu ishlarni bunda qilmaymiz falan pustan deb qarab qo'ydi. Shuna bilan Rabiya xonimga men ozor qilishga boshladim. Endi o'shaning o'zida jarayon qanday bo'ldi desanlar, bu Ali Kengash yig'iniga boyag'i xil taqilib, hamma narsa e'lon qilinib bo'lgandan keyin Vankatib, şu Vankatib demek qurultayning şu vaqtdagi kotibi Myunxendagi 5-6 odam bilan muzokara qilib, biz qurultay bu Gollandiyada ochilgan Ali Kengash yig'iniga bormaymiz. Ali Kengash yig'inini bekor qildirishni talab qilamiz. Agar uni bekor qilmasa, Berlinda qurultayninki saylam yig'inini echib, o'zimiz saylatib, mundaq qurultayni parchalaymiz deb ular bundaq tahdid qilib Rabiya xonimga. Andan keyin bularninki qurultayninki bu ichidagi isonkorlarninki bir tanshak teshi bor İstanbulda. Ma'rif jamiyati, andan keyin birinchi tashkilotlar bor. Bular tanshak teshi qilib ishlatilgan
taşlar bular vaqt kelgan chog'da. Bular shu o'zi yuridi shadaslarni kelib, umdan namozni o'qib, nazr chiroqni qilib, tablig'ni qilib yuridi bu oxirin qorimlar. Ammo vaqt kelganda shunda posiq, shapaq shaltaqlar bularni tanshaktish qilib ishiltidi. Bular o'rtaq bayonotda binasi e'lon qildi bu mo'llam tashkilotlari. Turkiyadan, Amerikadan, Yevropadan bir qancha şarkı değil tashkilotlar, şarkı emas, çöpü tashkilotlar var. Bu gapni deyishmaydi degan, men og'zimni qo'pol siyosiy mazmunlarga qo'pol gapni aralashtirsak yaxshi bo'lmaydi, bu qimmat bo'lmaydi. Shuning bilan bu çöpü tashkilotlar birlashib o'rtaq bayonotda biz Oliy Kengash yig'inini boykot qilamiz, uni qatnashmaymiz. Chunki uni qatnashib qolsak, qurultoy pasinib ketadi, yana bana qilib ular o'ttirdan chiqqandan keyin endi Oliy Kengash yig'iniga keldigan shu tanshak tashlari ashlardan vakil keldi endi Uyg'urlar bo'lgandan keyin Sharqiy Turkiston tashkilotlari bo'lgandan keyin chetlardagi hammasidan vakillar keldigan gap. Ammo bular kelmaymiz. O'ttir Osiyoda tanshak tashlari bor. Qisaqani belgisi qo'yib olib, ushlaydigan hajim bor ma o 20 yillik to'yda qurultoyni. Alaqov ularcha chiqdi. Biz Rabiya Qodirniki bu Oliy Kengash yig'iniga qatnashmaymiz. Bunda qilsin. Agar unda qilsa qurultoy pachinib ketadi. Endi hozir qurultoyning hozirgi shafaqatlayib o'ngda tushgan reisining o'zi u vaqtda qurultoyning kotibi. U bizning reis bo'lgan Rabiya Qodirga isyon qilib, agar Oliy Kengash yig'inini Gollandiyaga ochsa, biz o'zimizga bormaymiz. Berlinda qurultoy yig'inini, saylam yig'inini ochib, o'zimiz o'z oldimizga qurultoy ochmaymiz dedi. Buni millat bilmaydi, bilsimi unutib ketdi, unutib ketmasin parvo qilmadi. Bu oldin ketim suhbat deganimdek, bu millatdan odam ba'zida umidsizlanib qoldi g'ayri yomonlik. Mas'uliyatni shurist qilmaydi. O'zining ustida dumbisda kimlar shaxmat o'ynayotganligini, kimlarning tangsi o'ynayotganligiga parvo qilmaydigan bir millatkanda, manda bo'lib ketgan bir xalq ekan bu. Men Uyg'ur, mening nomimda Dunyo Uyg'ur qurultiyi deb bir qurultayni echsa, men Uyg'ur bo'lg'achqa bu meningki bir nomim bor buningda, mening gapirishim bor. Ijtimoiyatga tushgan odamlarning o'zini tatkirlab, satlashib, jitim qoldirishga o'rin ekan. Bu shunda bir xalqlar razil bir xarakteri shakllanib ketgan bir xalqamiz biz. Men Uyg'urlarni aytdim, hozir turib bag'ancha saskindigan bo'ldim bunda xarakterim. Sharqiy Turkiston falan narsa degan tashkilotlar bor ekan. Sharqiy Turkiston, men ham Sharqiy Turkiston deb pek rasm ketmayman. Bu bir tarixiy nom. Sharqiy Turkistonlik men deb turib, medisiga mushlab turdi-ki, ammo Sharqiy Turkistonning nomida qurib olgan tashkilotlar 6 odam yig'ilib, o'zining orzusi bo'yicha, o'zining xohligini bo'yicha nimalarni qilsa, uni surishni qilmaydi ekan. Surish qilgan odamni pitni qo'dab, chetga qilgan munda bir xalqanda bu noit rezil odamlar yamanchiq ekan. Endi men bu xalqimizga yomon xitob qildim. Chunki bu oddiy ish emas. 2017-yil 8-oyning 7-oyning 18-kunida bu Rabiya Qodir xonim Oliy Kengash yig'inini bekor qilib etishi meningcha men ishga oddiy qaramayman. Buni bu qurultayning ichidagi kotibininki ko'p isyon qildigan haliqi odamlarninki onun besimi bilan yoki Oltin Mollaninki ayolda turib e'lon qilib qo'ygan bayonini besimi bilan Rabiya xonim voz kechdi deb qaramayman. Rabiya Qodir xonim meniki qo'ygan savolim shu, javobini bersin. Buningki besimini Beyjingdan keldimi bevosita. Sen agar shu nuqta to'xtamasan, mundaq bir inson yuz berdi, seni jazolaymiz deb qo'rqatdimi? Yaratılmaydı. İki cihette zade vazgeçmesi bulmaydıgan bir mesele var mı diyenmeydigan. Ben şu vaxtdaki oturga kelgan vaqtda dedim, Rabiya Qodir xonim şu 3 savolga javob bersin. 3-chi savol şu. 3-chi savol, ya'ni Oliy Kengash yig'inini chaqirganga 4 kun qolgan chog'da nima uchun Rabiya Qodir xonim buni vazgeçdi, buni to'xtatyapti. Shu davomida andikin qurultayni Esenkar kotibiga tashlab berdi. Esenkar kotibiga tashlab berib, yana uning ochgan yig'iniga kishilab, mashada so'zlab, "Voy yaxshi bo'ldi, yaxshi bo'ldi, yaxshi bo'ldi" dedi. Shu chog'dagi bizni aytib hurmat qiladigan bir qarindoshimiz bor.
Amerika'da Erkin Asya Radyosu işleydi. Bu kardeşimizin ağız değme yezip gitti. İsmini zaten Şöhret Uşur Efendi, altın medallık muhbir. Acayip çok iş oldu. Muş tasvirlep yezip gitti. Bu bir suikast. Ya Beijing'den kelgen bu bir hıyanet, hainlik. Düşmanninki icraat. Ya konmaydı. Rabia Kadir Hanım'ınki özünün bir meselesi var. Yani Şuna cevap vermedi Rabia Kadir Hanım. Üç sualıga cevap vermedi. Üçüncü sualı pek mühimdi. Üçüncü sualınınki tuğuluş jaryanı açıyor. Neymi üçün? Ali Kengaşçığını pek akıllı vattı. Ondan keyin torga çıkıp tıllap bekiyor Rabia Kadir Hanım. Vay caş su vaqtdan işpi akıp pat. Ems akmaydı. Neymiş ka? Qoldun ketdi. Eysa Efendi iler vaqtida gap olturgan gap varken Türk televizyonuga muxbirligida chaqirib kelsam deygan gap bor ekan. Özlemden ötdi, qo'limdan ketdi. Mana shu ikki qo'lni olqinni o'g'lab o'tirgan, shunda olqinni o'g'laydigan bir kasallik qatdi bechora rahmat. Olqinni o'g'lab mo'yinda qo'lni o'g'lab o'ltirib, özlemdan ketdi. Özlemdan ötdi, qo'limdan ketdi. Men Sharq Turkistonlik xoinlik qilmadim. Xalqimga xiyonat qildim. Özlemdan ötdi, qo'limdan ketdi. Ayta o'ltirdi. Buni izohatini Almatı'daki Uygurustan Azadlık Teşkilatı'nın şu çağdaki Mavrisi Abdülkadir İbrahim'i izahatını yazgan diye. Özden kandak ötdi. Öz vaxtida Gomindan'ın yeni durup Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin müstakilliğine karşı tutdu. Bu özün ötdi. Koldan kandak etti. O can keşi bergen hukukunu yo'qotdi. Hemen yo'qotib Türkiye'ye kelip özü musafir olup Türk hükümetiye boynu kısıp yaşaydıgan bizlerge aylanıp kaldı. Koldan baştak etti deb izahatını yazgan o işi. Yani demek Rabia Kadir Hanım'ınki özün ötdi, qo'ldan ketdi, endi chiqib, voy sen jasus, sen xoin, sen Beijing'ning ishpini desimi oqmaydi. Shuni tozalaydigan qancha qitimliq fursat kelgan chog'ning o'zida Rabia Kadir Hanım buni qilmadi. Qurultayni mushu Dunyo Uyg'ur qurultayi deganiki shunchalik bir bichara holatga bir tashkilotdi. Myunxendagi bir odatdagi darnaklik, yuz obro'y qolmagan bir vaziyatda Rabia Kadir Hanım uni reis bo'lib, uni mangdirib, dunyoga chiqarib, iqtisodlik qilib, shundoq cho'ng bir tashkilotni aylantirib, nupuz hamma narsaga ega qilib, oxirida opirib, shapaqda ilib, o'ng tushirgan odamga tashlab berdi. Buni Rabia Kadir Hanım yaxshi taniydi bu odamni. Shu, natija shu. Endi agar mushu bu qatimki mushu satchilik chiqmagan bo'lsa, balkim men bu 3 savolni takrorlab o'tirmaydim. Bo'ldi. Biz qo'limizdan kelganini qilamidik, qo'limizdan kelmadi, to'sqinlik uchirdik. Endi Rabia Kadir Hanım'ı aman esan yaşangan chog'da azar yemison deb men unutib ketdim. Ammo mushu ojiz bir qurtayning o'zining ishxonasininki ijorasini to'layolmaydigan Tuh pulunu, telefon pulunu töleyenmaydigan, mushu München'nin koçularına çıkıp, uçurgan Uygur'dan bedel töleyenler, onda kılmanlar, yalvardıgan, şunda haletteki bir kurultayının özüne Rabia Kadir Hanım mağdırıp, dünyaya çıkıp, arıplanıp, tutup, dünyavilaştığından keyin, yine mushu halda rezil haletke düşüdü kaldığını Rabia Kadir Hanım bilmem diye. Rabia Kadir Hanım akıllık, öyle pekinler. 60 son pulu bilen çıkıp, bir milyoner boğuçlik vazgeçmeyen bir soğudiganı özgen akıl degenge tulup teşip ketdi. Akıl, taktika, ilim, mikriye, suikast hammaga teşip ketdi. Rabia Kadir Hanım bunu bilmemdi. Ama bilmey qeptike şunda bu qeptike demeymiz. Mushu 2017-yili 7-ci aygacha bo'lgan mush orliqda Rabia Kadir Hanım reis bo'lgandan keyingi 10 necha ichida qurultayning ichida Rabia Kadir Hanımga ko'rsatmagini qolmagan Rabia Kadir Hanım nihoyat yaxshi bo'ldi. Kimning sildigini, kimning suiqasd qotqanligini, kimningki yuragining to'mirini qonda suqadiganligini nihoyat yaxshi biladi. Ammo bilib turib, bu masalani hal qilmoqchi yo'q. Masalaniki xuddi bir arvoni so'rab chiqib, tog'ning cho'qqisiga chiqqan chog'da 5 qadam qolgan chog'da atraf yutilgan qolgan chog'da tashlab oxir tushirib, pachaqlab qo'ygan o'xshash Rabia Kadir Hanım buni shu olg'a tashlab qo'ydi. Shunga echindim men. Endi echinib bu qurultayniki bu qatimki shapaqtayib o'ngda tushgandan keyin xalqaralashgan nupuzga ta'sir etdi. Masalan, 250 tashkilotninki orasidagi rahbarlik o'rnini bekor qilyapti. Amerika'da hozir haftada bir qatim Xitoy shirkatlariga jazo qo'llanayapti. Uyg'ur majburiy emgakka chet ishlaydi deb bir
qaqbaqni keltirib, Xitoyni iqtisodiy jihatdan ig'ir vayron qilish taktikasini qo'llanadi Amerika. O şununğa kuch chiqarayotgan, şununğa rapor tayyorlayotgan 250 tashkilotlar bor. Shu tashkilotning ichidagi birisi Dunyo Uyg'ur qurultiyi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlarga munosabatli, guvohlik, hamma narsani mush qurultayning doirasida, qurultayning tasdig'i bilan pishirib tayyorlab, o tashkilotlarga topshirgandan keyin o tashkilotlar o'zining egallagan ma'lumotlari asosida pishirib ishlab Amerika davlatiga topshirgandan keyin Amerika davlati Xitoyga iqtisodiy jihatdan jazo qo'yadi. Bu bak cho'ng ish bu. Muşu işinin özünü, muşu basqışı kelgan çağda neyim için teyilip düşürdü o? Xitay şunda qıldı mı? Xitay şöyle əkeldi mi bu işini? Yani Rabia Qadirxan'a besim qilib, hem de taşlap birisi taşlatqızdı mı? Ya olmaydı, hem de neymiş var. Onu hem de artıq təhlil qilib Ama Rabia Qadirxanım bana cevap vermişsin. Ben o Rabia Xanım'nınki cevabıga meneki hiç qanday demem yok. Men ehmiyet vermeymen. Bana cevap verişine hiç qanday jüreti yok. Rabia Qadirxanım uçuq aşkara milletke cevap veriş gerek. Çünkü Rabia Qadirxanım milletin işini kıldı. Eğer hanım türmeden çıkıp, Xitayın türmesinden çıkıp, Amerika'da özünün Washington'daki uyda ballarga ana olup, nevrelerge mumu olup, yaxşı bir cemiyatın müetteber olup, Amerika'daki ayallarına gayret kişilerin arasında oturup gayretini kılıp bir umdan. Manda ötken bolsa Rabia Qadirxanım kişi kahramanı dep, hazırlıkça hikmetler Rabia Qadirxanım guvalık çakırdı, Aksaray'a verip guvalık verdi, Xitay onda zulüm saldı, bunda zulüm saldı hep mağıttı. O özünki şahsi nüfuzu bilen mingiverdi. O bir danlıq şahsi qiliverdi. Hatta Nobel mükafatıga erişip qilishi mumkinti. Ammo Rabia Qadirxanım qurultayga reis bo'ldi. Qurultayga reis bo'lib, vatanni ozod qilib men Xitoydan vatanimni qutqizib chiqaman, bu millatimni Xitoyning zulmidan qutqizaman deydigan cho'ng iroda bilan o'zining og'iz degan gap bo'yicha aytganda. Chiqib qatnashdi. Tashkilotning qatnashib Belki paylaş orundaki, yuh bir orundaki bir teşkilatın olsun dünyaviylaştırıp, bütün milletninki arzu ümitini şöyle bağlap, milletninki 10 yıllık arzu ümitlerini güllendirip apırıp, ahır apırıp, bundak taşıyıp etişinin özü, Rabia Qadirxanım'ın ötközgen keçirge olmaydıgan bir hatalığı. Qəsdən qanbasa bu bir cinayet buldu. Səbəbdən özü acizlik qilib, yoki ehtiyot qilib yoki qo'rqib turli sabab bilan bu ishni qilgan bo'lsa xatolik bo'ldi. Buni hamda Rabia Qadirxanım izoh berish kerak, millatga izoh berish kerak. Bu tarix shapas bo'lmaydi. Tarixda bizningki bir asrlik tariximizda rahbarlarning hammasi o'zining qilgan jinoyatni tarixchilarga tashlab berdi. Tarixchilar aqlab, advokat qilib, so'ygan piyozdek pak-pakiz qilib bizga taqdim qildi. Biz o hain dahilarninki yo'lidan mangdiq, hozircha kapan tizini oshmaydi. Tarix tashlapas bo'lmaydi bunda, tarixchilar tashlapas bo'lmaydi. Tarixchilar yozidiki, bunda qarab biqib yomon süleyishga Uyg'urning tarixchilari. Nimishqa desam, Rabia Qadirxanım dünyadan o'tgandan keyin 10 yildan keyin yaxshi-yomon hamma gap tugab, Rabia Qadirxanımning intayin bir cho'ng qahramonlik obrazi qilib qoldi millatning ichida. İntayin cho'ng obraz qilib qolgan chaqda, andan keyin Rabia Qadirxanımga tanqid qilgan, menga o'xshash tanqid qilganlar, beboshdan qo'llab, beboshdan tanqid qilib turganlar, haqorat qilganlar hammasi tarixlarniki nafrat azg'ilga tushdi. Bu chaqda andan keyin Rabia Qadirxanımning tarixini yozdigan sülhiychilar chiqdi. Yalga yepinda qamlaştırıp, qo'rashtirib, yalganni o'ydirib, ajoyib oltin tarixni yozib qo'ydi. Millatimiz shu xatolikdan ibrat olmay shu bitim ketib qoldi. Bu bir asrlik tariximiz bu takrorlanadi. Rahbarlar o'zining xatoligini demaydi. Biz g'arbga yashayotimiz qala Yevropa davlatlarida bir partiyalar koalisyon bilan bu yoki yolg'izlandı, hokimiyat chiqib, o'zi hokimiyat tutib davlat boshqargan chaqda keyin davlat boshqarishdan tushib ketgandan keyin vaqtlar o'tgan chaqda yozib chiqdi o'zining biografiyasini yozdi, tarixini yozdi. Men bunda siyosat xato qilgan deb deydi. Ma Germaniyaningki Helmut Schmidt deb bir bosh ministr bo'lganki o'z vaqtida Sosyal Demokratlar Partiyasining shu 60-yillar, 64-yillar bosh ministr bo'lgan. Shu odam Gastarbayt deydigan chet eldan ishchi, mehmon ishchi qo'plan siyosatni yurgizibdi. Akilib Türkiye'den şu vaqtda 1 milyon 2 milyonga yaqin ishchi kelgan ekan. Ashuni kitobi yozdi. 99-yilmiki odam yozgan kitobi.
Yazıp kitabı ilan kıldı. Ben şu vakitte hata siyaset kullanıp dikenmen. Şımıgan bir medeniyetini biz koynumuzga elip bir milli meseleninki payda buluşuna sebepçi bolğanda. Afsuslanıp yazgan misal bu chet eldeki yani garip devletlerde özünün qilgan xatoligini bo'yniga oldi, onu taqdim qildi, hayot vaqtida taqdim qildi. Ölüp ketsa tarixchilar uning xatoligini xato deb turib yozdi. Herkes bizninkidek maqtab söyleyip tom kitap yazmaydı, söyley qilmaydi tarix o'tgan xatoliklarni. Endi biz hayot vaqtimizda bizning hozirgi fikrimiz mayli Ahmet Egenbey olamdı, mayli Rabia Hanım bulamdı, mushu qilgan xatoliklarning o'zini tan elib o'tirib qo'yish kerak. Mavjud bunga baho bera oladigan odamlar, masalan tigidim biladigan odamlar yuraklik buni o'tirib qo'yish kerak, yezish lozim. Töhmet qilmagan asosda buni mushular hayot vaqtida o'tirib qo'yish lozim bu. Tarixiy xatoliklar, utuqlar hammasi o'tirib chiqish lozim. Utuqni bekim yozmasimi, yezig'liq axborotli degan tom hozir kitob bo'lib ketdi, utuqligi. Natijalari. Ama negizli xatoliklar var. Bu xatoliklarni yakunlash kerak, ibrat olish kerak. Shu nuqtada hamda senaki mavo nachiqatim taklif qildim, shuni bir suhbatlashaylik, kishilarning fikri, inkosi kuchli bunga. Ma'lumotni tilab qatqillar chiqdi yomon bek. Qanday qilsam bo'ladi, o'zim yomon bek ümidsizlangan bu xalqimizningki injosidan. Bir türkümleri til hakaret kılıç kudu oturga, bir türkümleri rasimdi, yalgan budu, ilman sudak bunda sangalap yutudu, vakt ütüp ketkendiği için bu işlerine kömülüp yutudumu şimdi hatalıklar. Hem de Kurtlar'ın içindeki işlerini söyleyeceğimiz inşallah bunun ben bize sözleydiğin arzu sonra akalı yamancık. Siz uşak bir işlerini oturga çıkıp naiti cıp pek ettiniz. Bu kettim şunca çoğun bir setçilik bolsa, neme için bunun inkaz kılmaysiz dep narazılık qatqanlarmı var da şu şapaq deyip onu düşüşken muşu işler doğruluk neme için siz nurgun narsa bilesiz, bununla neme için siz qilasiz? Bilgen yeringizni, bilgen narsalarınızı oturup koyman. Vatqanlar bak. Yani bir doğruluğunu yapacağımız. Yani bu üçüncü sualınki jarayoni aşağı yaman. Rahmet adaş, bu işimizni şu kadar tatlımagan bolsa, yani asli biz bu mesela chetga chiqib chet eldagi atanmışlik lider deganlarning shunda ojiz altini ko'rib ko'nglimiz yerim bo'lib turganda bu Rabia Hanım chiqib Baysen tasvirlagandek uch pach biratib ketgan butun Uyg'urni bir yerga yig'ib Uyg'ur davosini yuqori bir pallaga ko'targan. Biz mo 50 yılda, 100 yılda bir çıkıp ödediğin bir liderimizni körüp algandek naiti hoş bakan tok, hayacanlangan tok. Hem cip işlerini kılış arzuyumuz vardı da Rabia Hanım'daki hoş bir liderinin yetekçiliğinde. Ama tuyuksuzdan naiti bir sırlık sebepler tüpeyildin Rabia Hanım bu muhim rolünü bir yaraşmaydıgan bir yaramsız bir məxluqqa ötküzüp berip bu burun hakikaten bir merkezi teşkilat bo'lgan qurultayni hozir bugünkidek zavallıqqa yuzlangan holatga akab qo'ydi-da. Buning bevosita sababchisi Rabia Hanım. Endi inson ömrü nihayet qisqa bo'ldiki, qisqa yashaydi ekanmiz, o'lib ketar ekanmiz. Ba'zilarimiz o'ylaydi ekanmiz, mushu jahonda o'tkazgan xatoliklarım bo'lsa, xalqimga yuz kelolmaydigan yerim bo'lsa, Davut kessem belki o dünyada vicdan azabı tatmaya qilishi mümkün deb bo'lsa-mu, o'zininki xatoliklarni yaşangan vaqtida e'tirof qilgan insonlarni ko'rdik-da. Ama bizning lider sanalganlar ichida boyasamda o'tgan tarixdagilar bo'lsin, hozirgilar bo'lsin, bunda bir nima yo'qki. Afsus. Asli bu sirlar ochilgan bo'lsa, xalqimizning oqqarni farq etib bilishiga, muhimi bu davaniki bundinki to'g'ri yo'nalishini tepib bilishiga jiq foydasi bo'lgan bo'ladi. Rabia Hanım ham orliqda dedi, bir kitob yozg'izatman, men ketib qolgandan keyin bilasizlar degan gaplarni qildi-yu, ammo unda bir kitob rost yozilyapti, uni bilamadik. Rabia Hanımdagi hayot osmondagi
nima deymiz, aeroplanga o'xshash kuchli parvoz qilib uchayotgan bir liderdi, hozir mana bir ig'iz gapini ikki odam o'tkaza olmaydigan holatga tushib qoldi. Bir xatolik bilan da o'zinikimi o'rnini biroqli yo'q qildi. Hammadan muhimi Uyg'ur davosiga qattiq zarba berdi desak bo'ladi-da, shu bir xatolik sababli. Endi Rabia onamiz qanday bo'lsa bir cho'ng ayol, bir onamiz o'rnidagi bir ayol hozirgacha yana shu millatning, vatanning gapini qilib o'tiryotdi. İnşallah arzu ümidimiz bay degandek ömür qisqa. Dünya ko'z yumishdan burun biraz savoblik ish qilib ketib qolsa, xalq yana yaxshi nomi bilan eslaydi. Albatta. Yaxshi tarixga yozadi. Shunga balkim do'stim sening arzuying shu bo'lsa kerak, ya'ni ikkinchi qatim bu 5 yildan oldin qo'ygan savollaringni izohlab o'tirib qo'yishning sababimi sen bir ömür, bir 5 yıl tirishib cevap alamadın. Rabia Hanım'ın yanında yakın yardımcısı bo'lib yurgan Seyit To'ntürk efendimi cevap alamadım deb qaqshab yurdi. Bo'lsa Rabia Hanım'ız, Rabia Hanım bir o'ylashib ko'rsa. Xatolik o'tkazmaydigan inson yo'q, ammo mening his qilganim xalqimiz Rabia Hanım'ni kechirib o'talaydi. Her qanday bir xatoligi bo'lsa-mu kechirib o'talaydi. Ammo bay degandek hayotning oxirgi vaqtlarida bir savoblik ish qilib ketib qolsa, balkim birinchidan vijdoni rohat topadi, ikkinchidan u dunyodami yo'lovchi bo'lishi mumkin-da. Shunga adash rahmat shu 3 yillik savolim to'g'risidagi izohlarni yozgandan keyin üçüncüsünü yazışqa yuragim bo'lmabdi. Haqiqatan yurakni ezilgan savollar bu. Bugun azroq o'simi ko'chlab og'zingdan gap berishga tirishdik. Inshaalloh shu so'zlaring bir tarix bo'lib qoldi. Buningga qo'shilib agar bu sirlarning echilishiga bevosita sabab bo'la oladigan bir tarixlar echilsa, nihayat qo'shilamiz. Ham shuning sabab bo'lib qola olsak, inshaalloh bizning bu yerda o'tirib qurtuldiganlarimizning azroq o'simi natijasi bo'lgan bo'ldi. Rahmat adash, o'zingni oyog'in salomat bo'lgan. Bundan keyin yana har xil o'xshamagan temalarda sen bilan paranglashib turamiz. Bugun suhbatimiz mushakchi bo'lsin. Allohga omonat do'stim hamsa.